Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent shahridamiz. Izza bozoridagi eng arzon sotiladigan aboylar showroomidamiz. Ham showroom, ham sotuv ofisi kelganmiz. Bu yerda 500 xildan ortiq aboylarni Xitoy, Rossiya, O'zbekiston mahsulotlarini bemalol topishlaringiz mumkin. Videomizni oxirigacha tomosha qilsalaringiz, bularni qanaqa sifatlari bor va kommentlarga yozib keting, sizga qanaqa aboylardan necha kvadrat kerak. Sotuvchi akamiz kommentlariga necha pulliklargacha javobini berishadi. Va bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, qurilish materiallari bo'ladimi, ishlab chiqarish bo'ladimi, eng arzon joylardan sizga ulashib boramiz. Optim aboylar bo'yicha sotuvchi akamiz Sunnat alagidan ma'lumotlarni olib o'tamiz. Aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Aka, necha xil turdagi aboylar bilan ishlaysizlar? Xudo xolisa 500 xil turdagi aboylarimiz bor. Okay. Asosan qayerlar? Xitoy, Rossiya asosan. Xitoy, Rossiya, O'zbekistonniki ham bor. O'zbekistonniki ham bor. Zo'r. Endi videoni boshida aytib o'tdik aka, arzon joyi deb. Shunaqa arzon. Qaysidan boshlaymiz aka? Mana mashinadan boshlaylik, okay. Arzonchiroq variantlarni bizga ko'rsatib o'tingchi. Mana arzon aboyimiz 75 ming so'mdan 10 metr 10,5 kvadrat. Ma'lumot o'rnida bir rulon aytiladi, shunaqami? 75 ming bir so'm. ruloni. Qo'yil, 75 ming so'm. Bunimiz bor, mana bunaqa rangi, mana bu rangimiz ham bor, okay. Hozir bu yerda necha xil turdagisi bor sizda? 75 minglik. 4 xil. 4 xil variant. Endi o'sha kolичество kamroq qolganligi uchun shu past narxda sotyapsiz, shunaqami? Yoki topib bera olasizmi? Topib bera olamiz. Bemalol, ha. Xohlagan kolичествоda topib bera olamiz. Hozir bular qanaqa material, nimadan yasalgan, nima bo'ladi? Flizling основа bo'ladi. Aha. Bu polmoyka bo'ladi. Polmoyshi shunaqa? Polmoyshi bo'ladi. Agar dog'-bog' tegsa, bemalol yuvib ishlatsa, bemalol o'zini holatini yo'qotmaydi. Yo'q, yo'qotmaydi. Bemalol artib tushunarli. Bo'ladi bular. Bir ruloni 10 kvadratga ketadi. 75 ming so'm. Xuddi shunaqa. Qo'yil. Yana qanaqa variantlarimiz bor? Ya'ni super moyshi aboylarimiz bor. 145 ming so'mdan. O'sha 75 mingdan sразу ko'tarilib ketadimi? 100 ming so'mdan bor. Ha, o'shani aytib o'taylik. Ha, 100 ming so'mdan bor. Super moyshi aboylarimiz bor. 100 ming so'mdan. Bu variantlar qanaqa Sunnat aka? Bular klassik variant hisoblanadi. Aha. Super moyshi qirsangiz ham qirilmaydi. Qalin. Bitta rulonning og'irligi 3 kg 8 chiqadi. O'sha kilosida ham farqlari bor, shunaqami? Xuddi shunaqa. Og'ir bo'lsa, qalinroq bo'ladimi shunda? Og'ir bo'lsa qalinroq bo'ladi, flizlingni ko'proq bo'ladi. Sunnat aka, bu narxi necha pul hozir aka? 100 ming so'm. 100 ming so'm-da? Qo'yil. 100 ming so'm. Aytib o'tganimizdek, akam bizda 500 xildan ortiq variantlarni topishingiz mumkin. Aka, mana bu atachenta variantlarimiz, bularni bitta ko'rib o'taylik. Atachenta variantlarimiz, okay. Bular ham shu boya aytganimdek super moyshi, flizling основа bo'ladi, okay. O'ta qalin qog'oz bo'lmaydi, ha. Tushunarli? Shunaqa bo'ladi. Bular narxi 200 ming so'mdan, okay. 200 ming so'm. Qo'yil. Aka, aboy tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Aboy tanlashda o'sha super moyshiligi, flizling основалиgiga qarash kerak. Главное o'sha mikrotrishinalarni bemalol ushlab beradi, flizling основа bo'lsa. Shunda qog'oz aboydan qochish maslahat beraman. Qog'oz aboy olishmasin, yopishtirishmasin. Shu maslahatingiz. Endi aboylarni qayerlarga qarab, nimaga moslab olishyapti? Aboylarni hozirgi kunda lekin hamma yorqin ranglarga, ochroq bo'lsa, shunaqa o'tib olishgan. Atachenta faktura. Mash variantlarda shunaqa. Hozirgi kundagi trenddagi aboylar. Trendda atachenta, Vinsanka faktura, mramor faktura, mana shunaqa narsalar. Bularni hammasi hozir 200 mingmi? Shunaqa. Bir xil har xil turdagisi, lekin narxi bir xil, shunaqami? Shunaqa, xuddi shunaqa. Zo'r. Mana bu variantlarchi aka, bular endi nima deb nomlanadi? Bu high-tech, okay. High-tech. High-tech. Mana bu zarlari to'kilib ketmaydimi shunda? Yo'q. To'kilmaydi, qilsangiz ham, okay. To'kilmaydi, xuddi shunaqa. Yopishtirganda ham. Muddatdan keyin? Yo'q. Mijozlar ham ko'pchiligi kelishadi, mana zarlari yopishtirayotgan to'kilib ketadi. Yo'q, to'kilmaydi bular. Hammasi xuddi shundayligicha boradi. Yopishtirganingizda ham xuddi shundayligicha turadi. Qo'yil. Bular polmoyshi shunaqami bu ham? Yo'q, bu super moyshi. Super moyshi necha pul narxi? 180 ming so'm. 180 ming. Xitoy, Rossiya? Xitoyniki. Qo'yil. Undan tashqari aka, sizga buyurtma asosida qilib berasizmi yoki sizda bormi foto aboylar? Bor. Foto aboylar topsa bo'ladi. Foto aboylar. Misol uchun buyurtmaga ishlashingiz mumkin qachonki brendlarini tushirib bersa yoki rasmini chiqarib berish mumkin. Shunaqa xizmatlaringiz ham bormi? Bor, okay. Brendlarini tushirib berish. Xohlasalar rasm ko'rsatadilar, xohlasalar mandek rasmlardan foydalanib foto aboy bemalol chiqarishimiz mumkin, okay. Tushunarli. Sunnat aka, do'konlaringizga kirganda mana shu aboy juda e'tiborimni tortdi. Bu qanaqa variantdagi aboylaringiz? Bu aboyimiz, okay, xalq tilida aytganda adovanchik. 3D variant qilib ishlangan. 3D emas lekin, 3D emas.
3D variant qilib ishlangan, juda zo'r sotayotgan Aboylaringizdan biri. aboylarimizdan. Qoyil. Bitta baho berib qo'yinglar. O'zi kamerada ham o'ta tiniq, chiroyli ko'rinyapti aka. Bularni necha xil rasvetkasi bor? Bularni 6 xil. 6 xil, a? 6 xil rangi bor. Bularni asosan qayerlarga maqsad beryapsiz hozir sunnatda? Bular katta kirib urish hollarimizga maslahat beramiz. Bitta davol qilib, televizorni qilishyapti-yu, xuddi shunaqa variant qilib ishlasa, juda Hamma tarafiga qo'ysa-chi? Hamma tarafiga ochroq variantini qilsak, mana tegidigini hamma yog'iga bir xil qilib aylantirishga men ochroq rangini tavsiya qilaman. Tepadagilarni qilib qo'ysak, ozgincha bo'g'ib qo'yadi, to'qroq bo'lib qoladi shuning hisobiga. Tushunarli. Shunaqa beminnat maslahatingizni ham beraverasiz klientlarga. Tushunarli. Zo'r. Bularning narxi necha pul chiqadi aka? Bular 185 ming. 185 ming. Hozir aytilayotgan narxlardan uncha-muncha tushib berasiz, xudo xolasa. Aytgan narx sotmaymiz, hammasini kelishtirib qo'yib beramiz. Tushunarli. Aka, bu taraflarda endi yangi kolleksiyalar kelibdi. Bularni ham bitta ko'rib o'taylik. Yangi kolleksiyalarimiz Brilliant firmasidan bu. Qoyil, o'ta chiroyli aka. Bular ham quyma shunaqami, yopishtirilmagan? Yo'q. Bu ham shu super moyishi. Ko'pchilik mana zarlarini to'kilib ketadi deydi aka, lekin to'kilmaydi. Yo'q. Tirnoq bilan bemalol qilsak ham to'kilmaydi, chiqmaydi. Bularni ham asnovasida flizling bor. Xuddi shunaqa. Ko'pchilikda hozir devorlar trishina berib yuborish mumkin. 2-3 mm cho'zilib beradimi? Bemalol 4 mm gacha. 4 mm gacha devoringizni trishasini yopib beradi. Narxi necha pul aka bularni? 155 ming. 155 ming. O'zi sizda eng arzondan eng qimmatigacha necha pul aka? Eng arzonimiz boya ko'rgansiz 75 ming. Eng qimmatimiz 325 ming. 325 ming. O'shani ham bitta ko'rib o'taylik aka. Endi o'zini sevuvchi va sifatni sevuvchilar uchun bitta ko'rib o'tamiz. Qo'yil, aka, sizda to'lov turlarining farqi yo'q, shunaqami? Yo'q, farqi yo'q. Hammasida ishlayveramiz. Mana Atachentamiz. Atachenta varianti. Rossiyamizniki. Aka, bu 320 mingmi shunda? 325 ming. 325 minglik variantni xohlasa Atachenta, xohlasa klassika, xohlasa high-tech qilib Xuddi berasiz. shunaqa, shunaqa variantlari. Zo'r. Bular ham super moyishi bo'ladi. Super moyishi 100% flizling asnovi bo'ladi. Narxi 325 ming so'm. Qoyil. Aka, sizdan Optim olib sotuvchilarga qanaqa yechim bor? Optimga ham gaplashaveramiz, aka. Viloyatlardan kelishsa, viloyatlardan kelsa nisbatan arzonroq qilib berasiz, xudo xolasa. qilib beramiz, xudo xolasa. Hozir shu kunda Jizzax viloyati bilan ishlayapmiz. Keyin Qashqadaryo. Qashqadaryodan bitta akam o'zlari kichkina do'kon qilib ish boshlabdilar, ular bilan ish boshlab. Sizdan olib ketib, ustiga qo'yib sotadi. Qo'yil. Shunaqa xizmatlari ham bor ekan akamizni. Keyin aka, dastlabki xizmatlari qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmatlar Toshkent shahar bo'ylab bepul, keyin viloyatlarga petakkacha olib chiqib beramiz. Bepul, ha? Bepul. Qo'yil. Hozir joylashuvimiz Toshkent shahri Izza bozori 214-do'kon. Akalarimiz telefon raqamlarini qoldirdik. Agarda ja tushunmasangiz, lokatsiyasini ham tashlab berasiz. Shunaqami aka? Shunaqa, xuddi shunaqa. Zo'r. Biz aka chet eldan ham ko'rishadi, qo'shni respublikalardan bemalol dollarga ham chaqib berasiz narxlarini. Zo'r. Aka, salomat bo'ling.